Assalomu alaykum hammalarga. Bekkatyol zavodidan mana 3 ta katyol ketyapti Namanganga. O'naktalik bitta Nijniy Garena ketyapti, chap tomon tozalov bilan 15 Verniy Garena chap tomon tozalov bilan 15 Nijniy Garena o'ng tomon tozalov bilan chiqib ketyapti. Bemalol xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Bular $750, $770, $670 narxlari. Narxlarni tanishib o'tib qo'ygan bo'lsak, 8 million qirani, 9 million 200 qirani, 9 millionda o'zi so'mga. Hammasi izolyatsiya qilingan, elektron miyalar bilan jihozlangan. 2 yil hammasiga garantiya bor. Faqat garantiya elektronika bilan ventilyatorga berilmaydi xolos. Sababki tok o'ynagan kuyishi mumkin. Agar tok o'ynamasa 10 yil 15 yil ishlashi mumkin. Endi ventilyatorlar changib ketganda bir 3 yil 2 yilda bir hudud tozalab turilsa, bular ham xizmat qilaveradigan narsa aslida. Yoki bitta himoyaga relay qo'yib qo'yish kerak bo'ladi. Relay zashta qo'yib qo'yish kerak bo'ladi. Ahanda hech narsa kuymaydi, behijolat ishlayveradi. Endi o'pshi yuzga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi uni. Xudo xolasa bemalol zakaz qilaveramiz, hamma katyolarimizdan bor. O'ng tomon, chap tomonni tanlab olsanglar bo'ldi. O'sha sezon kelyapti, xudo xolasa. Vaqtni xudo xolasa qo'yib qolinglar o'rtoqlar. Like, podpiskalar bosib qo'yamiz.